Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmetli qarindaşlar. İslam ahlakı namlıq programımızın 7. sani arqalıq sizler bilen yeni yüz görüşdük. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası Ustaz Abdullahat Hafiz, program riyasatçısı men Abdullahat Ucat. Ustaz, programımızga vaqt çıkarganlıkları üçün rahmet, Allah razı olsun. Kızgın karşılığımız. Özürgüm rahmet. Özürgüm Allah razı olsun. Allah Teala bu programımızı özümüzge ve bizim avazımızı anlayan varlık kırındaşlarımızga faydalı kılsın inşallah. Amin, amin. Hürmetli kırındaşlar, bugünkü programımızda mınglagan kalıplarını kanı duyulan, netçiligen aileni vayran kılgan, netçiligen öylerini yakıtkan, fitnelerini kozgan, alakalarını buzgan ve yarışış sülüge urun koymagan suhançilik ve gap düşüş kesil hakkında toxturup ötümüz. Dikkat kılıp programımızın görüşünlerine ve bu hafta program hakkında fikir teklif olsa bizimki elimizge yazısınlarını ümit kılımız. Hürmetli ustaz, aldı bilen yani suhançilik degen nime bu hafta kısaca düşünce bilip özsele Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu suhançilik sizler yukarıda dep ötkendek kimninki afetlerden biri ve en ziyallık, en rezil bir kılıktandı bu. Hoş. Bu köpünçe vakti da bu suhançılık kandak boludu dese bununki hem de nime bu suhançılık degen vaktimizde bu bir adamın gepine yeni bir adamga toşuş. Hoş. Kişilerininki oturunu buzuş için aralıkta gap toşuş degen boldu. Yani İmam Nevevi bu suhançılıkni kişilerinin arasını buzuş için ularning gepirini biri-biriga yötkaş deb ta'riflabdikan. İmam G'azali başka bir adamın gepini o gepini kılıngan kişiye yetkizüş deb ta'riflagan. Hoş. Endi bu gapni yetkizüş qandaq boludu yoki bunun surati shakli desak ko'pincha vaqtida bunun qandaq rezil, qandaq nejis bir ish ekanligini bilishimiz uchun hamda Hoş. Buni qiltgan adam qandaq qiladi desa bir adam unaqa ishinib insonlarning hamda ichida har xil dardi bor. Biridan og'ringan yo biridan xafa bo'lgan yerlari bor. Endi biriga ishinib ko'nglidagi bir gapni deb bersa endi faloni bilan shundoq bir muomala qilibdik yoki undoq bo'ldi bundoq bo'ldi bundoq bir ish o'taldi deganga o'xshash. Uningga endi bir unga yaxshi tasalli berib qilmay uning gapini anglab berib haliqi gapini qilgan odamga sizlarni adam bundoq dedi, undoq qildi dedi, bundoq qildi dedi deb uni yetkazishadi. Bu shundoq rezil bir ishga ishongan odamni boshqalarning oldida yuzini tushirdi. Yani asaslık bu bir hesapta 200'lümlük yapardıgan yoki 200'lümlükün özü desek mi bulduğan doğru? Şu bir adamga onun dost ko'rinib, onunki ma'lumotini, onun qalbidagi gaplarini elib, ondan keyin uni ikkinchi odamga to'shib bapirish. Bu shundoq rezil bir ish hamda.
Şunun için mi dinimizde buna ait kattık ayıplangan. Hani bu gap toşuş kişilerinki gepini yoki onun ma'lumotini boshqa yoqqa o'tkazishninki ichiga chaqimchilik mı kirdi? Chaqimchilik bu chaqimchilik degan nima desak, chaqimchilik degan bir adamni uni jazolayalaydigan, onunla jazo berishga kuch yetadigan bir yuqori bir küçlük bir tarafga onunki nimasini yetkizish. Xo'sh. Palana bunda ish qilyotidi yoki sizning haqingizda mundaq dedi ya unda dedi deb. Bu bundan chaqimchilik deymiz. Nima bilan gap toshish suxanchilik bilan bo'lgan buning aloqasi ikkilisi gap toshish bilan bo'ladi. Suxanchilik odatda har qanday bir odamga uning gapini bir odam gapini elib berish bo'lsa, buna chaqimchilik bir kuchlik bir tarafga elib berish. Bu biz hamda yurkimiz bak bu masaladan bak etishib ketinglar. Bundan gap olsak tugmaydi. Hamda biz Uyg'urlarning shu vatandagi bo'lib ketgan zulmning haddini deyishib ketishi shu chaqimchilik. Xo'sh. Shu hamda buning ichiga yana jasuslik qilishmi kirdi? Kishilarning maxfiyatligini bilib olib yoki kishilarni shunday maxfiy kuzatib nega bordi, nima ish qildi, kim bilan ko'rishdi deb uni bilib olib, bundan keyin uni boshqa yerga yetkazish. Bularning hammasi shu suxanchilikning ichiga kirdi. Buning hammasi shunday yomon ish. Buning hammasi bizning shariatimizda cheklangan, naytibakmu ig'ir jazo bilan tahdid qilingan bir masala. Ama bu ma'nolarning bu yuqorida deganimizning hammasini to'plab degan vaqtimizda bu suxanchilik degan haqiqatda bir adam bir kishining sirrini pash qilish, boshqalarning anglab qilishini, ko'rib qilishini xohlamaydigan ishlarini oshkora qilish, buni boshqalarga yetkazish deb xuloslasak tushunishlik bo'ldi deb o'ylayman. Allah razı olsun ustoz. Endi tuanda bu suxanchilikninki hukmi nima dildiki? Yani bununla din qanday qaraydi? Bu haqda bir qisqacha tushunib o'tsak yaxshi bo'ladi. Suxanchilikninki hukmi yuqoridami qanday rezil bir ish ekanligini dedik. Bunday rezil ishni Alloh taolo ravo ko'rmaydi. Xo'sh. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda qattiq til bilan bundan ogohlantirgan. Bunun hukmi Qur'on bilan, hadis bilan va ijmoi ummat bütün Müslüman alimlarning ijmosi bilan haram. Bu ishni qilgan odam shu gunoh kabira, cho'ng gunoh qilgan, haram ishni qilgan bo'ladi va shu haram ishninki jazosini haqli qiladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda vaylul likulli humazatin lumazah, ya'ni kishilarni ayblaguvchi va suxanchilik qilguvchi, ya'ni shunday gap to'shib, kishilarni bir-biriga chiqib shunday qilguvchilarga voy. Bu vayl degan so'zni tafsir olimlari vaylun dozaq degan bo'ladi deydi, halok bo'lsin degan bo'ladi deydi. Bu yig'ib aytgan chaqda halok bo'lsin degan gap. Bu hamda biz mana o'zimizningki ko'na zag'ir tilimizda degan vaqtimizda bu qag'ish, ya'ni Alloh taolaning
Muşundaq kişilarni ayıplaydigan, kişilarni ana suxanchilik qilib boshqalarga chiqishtiradigan odamlarga halok bo'lsin deb Alloh taoloninki qag'ishi. Allohning qag'ishiga uchragan odam najot topolmaydi. Yana bu sura Qalamda Xo'sh. bu Valid ibn Mughira degan bu mushrik kafirninki sifatida Alloh taolo hammazim mashsha'in binamim deydi. Xo'sh. Yani o Valid ibn Mughira hammaz yani g'ayvatxo'r, kishilarninki g'ayvatini qildigan. Xo'sh. Mashsha'in binamim yani gap to'shish bilan mangadigan degan bo'ldi. Yani bu yerdanmi bilimizki bu kafirlarninki qiliqi. Bir musulmonning qilishiga bo'lmaydigan, musulmonning axloqi bo'lolmaydigan shunday nejis bir ish. Sonra Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte la yadkhulul cennete nammamun degan. Bu Buxoriy Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadis. Bu nammam, bu gap to'shig'uchi, suxanchilik qilg'uchi kishilarni shunday chiqib casuslik qilib kishilarning ma'lumotini bilib olib boshqalarga yetkazadigan odam jannatga kirmaydi deb Rasululloh buni yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir qabristondan o'tib ketib berib ikki qabrning yonidan o'tdi deydi. O ikki qabrning yonidan o'tib ketib berib to'xtab Rasululloh dedi ki bu ikki qabrdagi kishilar azoblanib o'tibdi. Bu nimadan azoblanib o'tibdi desa, bu biri shu o'zining sudikidan saqlanmaydi ekan, kiyimini pok tutmaydi ekan, ikkinchisi suxanchilik qiladi ekan. Unda gap to'shiydi ekan. Mushu gunohni bular hadisning lafzida laysa bi kabir, yani ular cho'ng gunoh deb o'ylamaydigan, odatdagi ishlab sal qaraydigan bir ish bilan mana bunday ig'ir azobni tutadi. Yani bu yerdan bilimizki qiyomatga berishdan avval bu suxanchilikning jazosini Alloh taolo shu qabrga kirgan soatdan tortib beradiganligi, shunday qabr azobiga duchor bo'ldiganligi buningdan chiqadi. Mushularni bilgan vaqtida inson bu ishning qanchalik yomon ish ekanligi, shariatda bizningki islom dinimizda qandoq yomon ko'rilganligini va uningki hukmining shunday harom cho'ng gunoh ekanligini bilib olgan bo'ldi. Allah razı olsun. Yani bir hadiste Peygamber Aleyhisselam insanların en yomoni suxanchilik qiladiganlar, ular do'stlarini ayirib o'tadi, orliqni buzadi, begunoh kishilarga tuhmat qiladi degan ekan. Yani hakikaten bu suxanchilik yani jamiyatdagi fasodchilikninki onasi, asosi desak bo'ladi bunga. Allah razı olsun ustoz. Endi bu suxanchilikdan iborat shunday maraz, yomon kasal, yani insonlar qiniga kirib olgan virus desak bo'ladigan, nima deb atsak bo'ladigan bir bu yomon kasallikki bizningki jamiyatimizga, yani musulmonlarga elib keladigan ziyonlari qaysilar? Yani buni bir bayon qilib o'tsak. Buningki ziyonlari shundan ko'p. Xo'sh. Bunachini so'zlab o'tsak, birinchi kishilarninki yuz obro'yini to'kidi. Xo'sh. Shu ishini qalbidagi gapini qilib bergan
adamning gapini boshqa odamga o'tgandan keyin u gapni qilgan odam boshqalarning o'rtasida yuz obro'yi to'kiladi, o rezil rusvo bo'ladi. Bu insonlarningki yuz obro'yini to'kish, insonlarni boshqalarning o'rtasida hijolatga qo'yish, buni ig'ir gunohlardan biri. Ikkinchisi, bu sirlarni fosh qiladi. Xo'sh. Kishilarningki, har insonningki o'zguchilik, boshqalarningki bilishini xohlamaydigan bir sirlari bo'ladi. Bu sir mayli ish bo'lsin, mayli so'z bo'lsin, qandaqli bo'lmasin. Bu faqat bu suxanchilik bir odam bilan bo'lib qolmaydi, balki bir jamiyatga, balki bir jamoatga, balki bir davlatga ziyon. Shuning sirlarini bilib boshqa tarafga, dushman tarafga yetkazadigan, undaq sirlarni fosh qilib ziyon soladigan bir ish. Üçüncüsü, jamiyatda dushmanlik paydo qiladi. Qarindoshni qarindoshga dushman qiladi. Kelinni qaynanaga dushman qiladi. Ailada er xotinni birsi-birsiga dushman qiladi. Ailalarni bir-biriga dushman qiladi gap to'shish orqali. Mushundaq ziyonlarni soladi bu suxanchilik qilganlar. To'rtinchisi, do'stlikni buzadi. Xo'sh. Islom bütün musulmonlarni innamal mu'minuna ikhwatun. Mu'minlar qarindosh, bir-biringlar qarindosh bo'linglar, bo'linmanglar, parchalanmanglar, bir-biringlarni do'st tutinglar deb buyursa, bu suxanchilar bu kishilarning o'rtasida gap to'shish orqali bu kishilarningki o'rtasida dushmanlik paydo qilib, do'stlikni, qarindoshlikni buzib, birisi-birisiga dushman, birisi-birisi bilan kelisholmaydigan ana shunday holatga kelib qo'ydi. Hatto bir tuqqan qarindoshlar shu suxanchilikni qilgan rezilligi bilan yillarcha birisi-birini ko'rishmaydigan. Xo'sh. Shunday ahvollar yuz berdi. Bunday ziyonlari bor. Beshinchisi, adovat paydo qildi. Xo'sh. Kishilarning o'rtasida, qarindoshlarning o'rtasida, do'stlarning o'rtasida andaq bir-birini o'ch ko'radigan, bir-birini yomon ko'radigan, bir-biriga dushmanlik qiladigan adovat paydo qildi. Bu adovat paydo bo'lgandan keyin o insonlar bir-biriga yaxshilik qilganning, bir-birini yo'laydiganning o'rniga bir-biriga yomonlik qiladigan, u mening yomon gapimni qilibdi, meni yaxshi ko'rmaydi ekan, menga nima qilgan deb andaq yomon ko'radigan, adovat qiladigan, gaplashmaydigan, onunki bir manfaati bo'lsa, uning manfaatiga daxl yetkazadigan shunday ishlarni, ziyonlarni olib keldi. Altıncısı, cemaatçilik ittifaqlikni buzadi. Xo'sh. Bir cemaat, bir jamiyat, bir tashkilot bo'lsa, buning a'zolari o'rtasida yoki jamoat bilan jamoat o'rtasida yoki tashkilot bilan yana bir tashkilot o'rtasida unda gap to'shib, birisi-biriga dushman qilib, tafriqchilik, bo'lgunchilik paydo qildi. Ittifaqlikni buzadi. Yettincisi, o'chmanlikni kuchaytirdi. İnsanlarning o'rtasida bir-birini o'ch ko'rish, yaxshi ko'rmaslik, shuni texmi kuchlantirib, texmi bir yerga kelolmaydigan, bir masalada ittifoqlasholmaydigan shunday ahvolga keltirib qo'ydi. Xo'sh. Sakkizinchisi, kishilarni bir-biridan yiroqlashtirib o'tadi. Bir yerga kelolmaydigan, bir sorunga bormaydigan, bir yerga yig'inga chaqirsa paloni kelsa men kelmayman deydigan. Xo'sh. Bir to'y to'kin bo'lsa, o'lam yitim bo'lsa, paloni borgan yerga men bormayman deydigan. Shunday ishlarni keltirib chiqdi. Bu
Ondan keyin oilalarni buzdi. Xo'sh. O'ninchisi. Oila ichida shunday qarindoshga, erni xotinga, ota-onani bizga bolalariga shunday chiqib, yomon sizlarni anda dedi, mundaq dedi, ya yaxshi ko'rmaydi deganga o'xshash gaplarni paydo qilib, oila ichidagi oila a'zolarini bir-biriga dushman qiladi. Bu masalalar ba'zan kelinlar o'tirisida oilada ko'p yuz beradigan masalalar. Kelinlar o'tirisida bo'ladi. Kelinni qaynanaga, qaynonani kelinga chiqishtirib, o'tirni buzadi. Ondan keyin kelin bilan qaynona o'tirdi mushkul bo'lsa, uningki eri bo'lgan odam bilan ota-onasi o'tirisida mushkul bo'ladi. Mayoqqa qarasa bolasi, xotini oyoqqa qarasa onasi dadisi. Mushundaq hal qilg'iliq bo'lmog'idek shunday qiyinchiliklarni, ziyonlarni olib keladi. Bolalarni yetim qildi. Er-xotinlarni bizga chiqib bir ajna qilgandan keyin bundan bilan ular yomonlashib, ajrashib ketsa, bolalar yetim bo'ladi. Er-xotin ajrashib ketgan chaqda birinchi darajada zarar ko'radigan bola. Mayli o bola dadasiga qolsin, mayli onasiga qolsin. Her iki tarafta zarar gördü. Dadıga kalsa ügey ananın kolu kaldı. Anaga kalsa ügey dadının kolu kaldı. Bu ügey degen o yani %1% yaxşı karamasa o yaxşı karmaydı. Muşundak yaman muşundak eğir ziyallarını epkildi bu sukançılık. Onun için Müslümanlar bu yaman illatga sal qaramaslik lazım. Bununki endi tövende deymiz şu sukançılık qilgan adamning o'zigimi keldigan ziyonlarning qandaq bo'lganligini. Bu Mishada ustoz biraz o'tganki g'ayvat haqida to'xtalib o'tgan. Ya'ni bu kunda yuz berayotgan bir masala bo'lganligi uchun yana bu yerda bir ta'kidlash to'g'ri deb qarayman. Hozir endi bu shu ijtimoiy uchur aloqa vositalarida har kuni digidek shunday shu suxanchilik ahvollari, bir-birlariga tuhmat qilgan ahvollar, yuqori deb o'tgandek masalan bir yerdan ishinib ba'zi gaplarni desa yoki WhatsAppda avassa ya mesela bir yazma uçur orqali avassa uni xalq olamga oshkora qilib cho'ng fitnalarga sabab bo'lgan ahvollar kundudek yuz beryotdi. Bu haqda nimani tavsiya qildilar? Bundan masalan yuqorida o'tla zihni cho'ng yana selechi taxama aniqroq bo'lganda qandaq ziyonlar keladi. Bu haqda bir özünün düşüncelerini, yürek sözlerini bir defa Bu uçur vasıtaları da hem WhatsApp'ta, Facebook'ta gruplar oluşturup gruplarda bir neçe adam beraber bulup birbirinden aşında bazı malumatını paydalanıp da işler buludu. Anda bunun içi de şundak ne deyimiz? Aşındak ahlaksız, şunda adamlımı var, aşında grupta bir gap, birisi bir gap diyen bolsa, o gap şu grupun içinde karış gerek. Çünkü onu diyen adam, gruptaki adamlar işinip, aşağıda muş meselini müzakere kılaylı ya ki bir yakşı niyet bilen deyden. O gruptaki qilishgan gapni onun şeriatta bunun mahremiyeti bo'ladi. Xo'sh. O şu grupning ichida şu grupdagi kishilarning o'rtasida bo'lishi kerak. Xo'sh. Endi buni chiqib boshqa gruplarga, boshqa yerlarga, xususan o gap bilan aloqasi bo'lgan kishilarga tarqitish bu suxanchilikninki eng yomon türü. Xo'sh.
Hem de o sukançı kıltka adam alaydı birisinin kışığı berep deyiş gerek. Yani hazır öde oturup telefonu yazıplam detkan gap payda oldu. Mesela bir adamda bir gapni bir adam kelse onunki artık görünüşü nimba. Onunla hiç kanda bir oylap bakmayla derhal onu halkaran güyaydıgan. Mesela meseleni hal kılış niyeti olsa onunla telefon kılıp ya ki bir külüş eylesiyle oturup çay içeyle de çıkışı yüz bir külüşse o da çıkmaydı hem de. Bilgisi olsa şu grupka deyiş gerek mesela. Aşağıda sığban gapını kıpsılamılar gapını kımangla. Ya ki bu toğru emas. Ya ki o alakası boğan kişiler bilen görüşüp aşağıda hal kılış gerek de. Ama onu sırtkı çıkamazlık gerek. Aşağıda kılış gerek. Ama maalesef bu yani heli yakşı adamlarının gruptaki adamlarının mı bunun saklanmayı vatkallıkını görevatımız. Bu nayda hatarlık, nayda eğir bir iş bulavatıdı. Hem de biz, ben tövende demekçiydim hem de nöbeti geldi. Hoş. Biz Müslümanlar umumen bu men kıyamet günü işini men diyen işencimiz hızlıla bolavatıdı. Bu kıyamet günü işiniş meselesi Allah'a işiniş bilen tam beraber hoş. Çok mesele. Bu Müslümanların ki hayatının tüzülüşü İslam'ın icra kılınışı hoş. İslam ahlakının insanlığa özleşip bu emeli hayatta tatbiklanışı kıyametki boğan imanın güçlük ve acizliğine bağlı. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl davet kılgan ceryanda farz vacip ameller yok idi. Ahlak var idi. Ahlakı buyurgan. Şunu ahlakını icra kılış için Mekke'de düşken 13 yıl ceryanı düşken sürülerinin hemmesi de kıyametten bahs kıldı. Kıyamet gündeki cezadan sözleydi. Kandak eğir cezanın bolduğanlıkını sözleydi. Kıyametten kandak eğir gün ikenlikini sözleydi. Bunun manası şu. İnsanların kalbide kıyamet işencisi, kıyametki işiniş ulunun günlük hayatını kontrol kıldığın dereceye çıkmıkça o insanın ki işi hareketi düzelmeydi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de en cık sözlengen bu kıyametin ahvali. Hem de hazır biz Müslümanlar umumen hatta bilimlik kişilerimi kıyametki işimiz değiliz. Ama kılvatkan işimizde kıyamet günüsü Allah'ın aldığı bağmaydıgandek kıyamet günüsü bu kılgan işimizden hesap vermeydiğindek cennet dozakta bir narsa yokdek yaşayız. Bu şunun kiridendi. Bu yani biz asasen şu kıyamet gününden o kıyamet günü şu dünyada kılgan her bir ağız sözümüz, hareketimiz yani bütünley bir saniye kam kalmasın hemimizden hesap verdiğanlığımızı unutup kalganlık, hesaplı esleyelmezlik şunun sebebini kilip çıkan mesele. Şu anda aşında boğandıkken bizimki hesabımızda kıyamet bombağanlık için iş hareketimizde bu işlerge salkırap kılıvergen gap. Yani şunu biliş gerek ki bizden ağzımızdan çıkan her bir gap, kılgan her bir işimiz, mangan her bir kadimimiz, bu hemmesi
defterge yazılıp hazırkı zamanda desek kameraga elinip saklanıdı. Hoş. Azdan bulayunsa günah unutulmaydı. Hoş. Çoğun olsun, küçük olsun. Hoş. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her kançı küçük olsun o onunkini kördüğün gap kıyamet günü. Yani biz her bir işimizde, her bir sözümüzde muşini göz aldığımızda attırıp Allah'a hesap verişini oylap durup muşunun hesabını biremem deme dep durup kılışımız gerek. Aslı biz mümininki yaxşı oluşu, mümininki kişileri yaxşılık kılışı, müminin zulümden, muşundak yaman ahlaktan, muşundak kişilerini çakıştan, gayret şikayetten korkuşu, muşu kıyametteki imanı. Allah'ın korkuş diyenin manası şu anda. Onun için Endi şu dünyada mesela biz katnaş harisga xiloflik qilsak jazo kiradiganligini yoki bu dunyoda bir xatolik o'tkazsak darhol uning qonuniy jihatdan hisobga so'raydiganligimizni bilganligimiz uchun nurg'un ishlarni qilmaymiz. Qatnash qoidasiga xiloflik qilmaymiz. O çünkü yakında hisob beradigan ish. Endi biz uzoq yani qiyomatdagi hisobni unutib qolyapmiz endi asosli sabab. Ha, şu. Endi o kıyamet mi uzak emas. Her bir adamın insanlarga nisbatan ham deylik yani şu aslında oylab xato o'ylaganligimiz. Chunki qachon o'lishimiz ma'lum emas endi. Bugun uni hammamiz nima qilamiz, lekin aşağı kelganda bizni bexudlik şu g'aflatda qalinglar. Qalinglar. Bu g'aflatdan uyg'onish kerak. Xo'sh. Bu kıyamet uzak emas deganning ma'nosi. Xo'sh. Her bir adamning qiyomati shu nafas uzish bilan boshlaydi. Xo'sh. Ana undan keyin qaytish yo'q. Qilolmay qolgan ishni qilaverish yo'q. Tövbe qilag'ili bo'lmaydi. Gunohdan yenivag'ili bo'lmaydi. O o'limninki her saat, her dakika bizim beşimizde cho'g'lab turug'liq hamda saati kelgan chog'da keladi. O onunki qachon bo'lishini, kelishini bilmaymiz. Onun uchun bu ish harakatlarimizda shu qiyomatga bo'lgan iymonimizni Allah her cihatta, her daim Allah Teala'nın aldıda hamma ishdan hesap berdiganligimizni ko'z oldimizga elib g'aflatdan uyg'onib harakat qilishimiz kerak. Bütün qarindoshlar, başta o'zimiz shunday qilmasak oqibatimiz xatarli. Xo'sh. Meyada bir kitapta nimani hikoyani yozib qolibdikan. Xo'sh. Bir adam bir qul setib olibdi deydi. Xo'sh. O qulga setib olganda egisi bu qulning bir aybi bor. Suxanchilik qiladi, gap to'shiydi debdi. Xo'sh. O adam gap to'shsa qancha bir ayb bo'lar deb mayli deb setib olibdi. Shuning bilan uyga kelib bir necha vaqt bo'lgandan keyin o adamning setib olgan adamning xotiniga Xo'sh. Seni shu ering yaxshi ko'rmaydi. Boshqa bir xotinni olmoqchi maxfiy. Deb shunda deb undan keyin agar siz eringizningki sizni yaxshi ko'rishini, boshqa ayollarga qaramasligini istasangiz, uxlab qolganda uning saqildan bitta kesib elib, shunda hid silib nima qilsangiz ko'ydirib, shu sizni yaxshi ko'radigan bo'ladi debdi. Xo'sh. Xotini ma'qul shunday qilay deb degandan keyin undan keyin eriga berib, xotiningizningki boshqa oshnisi bor.
O sizni o'ltirib ashnisi bilan birga bo'lmoqchi deb o qandoq bo'ladi desa siz uxlagan bo'lib yetigilang uxlamay shu chog'da ko'rsiz haqiqatni deb shuning bilan odam ma'qullab uxlagan bo'lib ko'zi yumib yetib turgan xotni o soqolini kesmoqchi bo'lib ustini ilib kelib soqoliga yaqinlashgandan keyin haras meni o'ltirgili meni bo'g'izliqli keldi deb yugurib qopabla o xotinning qo'lidagi ustini ilib o xotinni o'ltirib o'tibdi shuning bilan o xotinning urug' tuqqanlari kelib o odamni o'ltirib o'tibdi shuning bilan bu kishininki qabilasi bilan o xotinning qabilasi o'tirisida urush boshlabdi natijada urushibdi deydi ya'ni suxanchilikninki qanchalik ziyonga sabab bo'lganligi qandaq ziyon olib kelganligiga bu hikoyani misol qilib yozibdi kitobda shundoq ziyonlari bor buniki endi ustoz bundan keyingi masalaga kelsak yuqorida deb o'tdik bir odam bizga shundoq gap keldi suxanchilik qildi yoki bo'lmaydi o'zi kelmasa bizga bir odamninki biz haqida qilgan ovozini yo'lladi yo binasini yo'lladi shundoq ahvolda biz shu suxanchiga shu gapni bizga o'tkazib kelgan odamga yani qandoq muomala qilish kerak unga qarata biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan yani qanday qilamiz endi bu haqda qisqacha tushunchalarni bilib olsalar bunga imom G'azali bu shundoq palani sizga to'g'riliq andoq dedi mundoq dedi deb gap to'shib kelgan yoki palani sizlarga ziyon urmoqchi sizlarga ziyonlarga bir ish qilmoqchi deb kelgan kishiga qarata 6 xil ish qilish kerak debdi uningki birinchi uning gapiga ishonmaslik kerak chunki o suxanchi degan fosiq uning guvohligi qabul qilinmaydi xo'sh bundoq fosiq guvohligi qabul qilinmaydigan odamninki gapiga ishonmaslik lozim xo'sh ikkinchisi uni u shundoq gap to'shib kelgan odamga bundoq ishni qilmaslar nima ishga bundoq gap to'shib kelinglar deb uni to'sash kerak unga nasihat qilish kerak shunga alloh taolo va'mur bil urfi va nha anil munkar ya'ni yaxshilikqa buyurgan yomonlikdan to'sqin degan bu odamning qilgani yomonlik bo'lgan ekan uningki qilgan shundoq yomon ish ekanligini biz bilgandan keyin uni to'sash lozim unga unday qilmaslikqa xo'sh uchinchisi u shu suxanchining o'zini shu gap paydo qilib kelgan odamni yomon ko'rish kerak chunki u suxanchini alloh taolo yomon ko'rdi Allah yomon ko'rgan odamni yomon ko'rish bizga vojib uning uchun onu yomon ko'rsak undan keyin uni yaklasak onun gapini anglamasak belki o odam shuning bilan tuzilib qilishi mumkin to'rtinchisi shu uchinchi kishi hamda avvalgi bizning gapimizni qilgan shu kishini yomon gumon qilmaslik kerak shundoq degan o'xshaydi yoki meni yomon ko'rib nima qilgan o'xshaydi deb madam suxanchiga ishonmas bo'ldik shunga alloh taolo endi u bu gumonga kirdamdi ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism ey mo'minlar bu ko'p gumon qilishdan qochinglar chunki ba'zi gumonlar gunoh degan endi u odam haqida yomon gumon qilib
Özümüz mü günahkarlap kaldığımız, oturda bir düşmanlık, adavet, yaman görüş payda olup kaldı. Onun için onun ki madem Sükançı'nın gibi işanması oğandayken o üçüncü kişinin mi onun hakkında yaman güman kılmasın belki bir derdi vardı dep sağan doya ki diyen okşaş ötü ötüş gerek. Beşincisi o üçüncü kişi hakkında tekşürüş elip bağmaslık lazım. Anda depti mi demepti mi demiş ki depti diyen okşaş onun kendine düşüp onu Allah Teala ve la tecassasu casusluk kılmanla yani kişilerin aybini istemenla kişilerin mahfiyetlikini tekşürmenla diyendikin şu ayetki amel kılıp bu hep gelgen Sükançı'nın gepini bir yakı taşlıvetip o gepni kılgan kişilerle alakanı yakşı kılıveriş gerek. Altıncısı bu Allah men kılgan bu işini hem de biz kılmaslık gerek deydi. Bunu diyen gep dese şu Sükançı'nın ki hep gelgen gepine gepni kılgıçıga hep bağmaslık. Bu Sükançılık oldu. Ma adamın falanı bana bunda dep geldi dep. Siz bunda depsiz dep ha? Siz bunda depsizken o gepni bana yetküzdü dep onu yine alınıp verip deyiş Sükançı'nın Sükançısı olumuz hem de. Anınki Sükançılık. Şerde bir mesele var. Mesela bazen magab bunda bunu demisle dep dese bu demisizden kuşap dep koyulgan gepler var mı? O olmamış onu. O hıyanet olur hem de. O demisle dese o amanet. O Sükançılık'ı koşulup Koş cinayet işleyen oldu. Koş cinayet işleyen oldu. Koş cinayet işleyen oldu. Şunun için şu altı işini kılış gerek yaptı İmam Gazali. Şunun okşaş hem de bir yerde asaslık demekçi boğan. Biz yukarıda da öttük bunun ziyarlarını. Şu ziyarlarının da aldığını eliş için bu cemiyette bu Sükançılık rıdgallarının azaltış buna mümkün kadar yokutuş için o şu yukarıdaki gibi okşaş işlerini kılış arkalık bazı nesillerde sabrı kılış arkalık bazı nesillerde göz yumuş arkalık bunun kendine düşmese bunun olan bu işte halkılığı olurdu. Ama lakin hem de bana paranımına deptiken demiş ki onlar deytken diyen okşaş onu köngel ağıtıp kılga vaktimizde o şeytan bizni tekimi tüdep tekimi kılıp onun başka kılan işlerini mi bizge yaman köküstüp bu düşmanlıkını yukarı götürüyordu. Şuna şeytanga yol içip vermezlik. Kerindaşlarımız otuztaki kerindaşlık dostluğunu bozmaslık için ancak bazı gaplarını hep kasım onun pisan kılmay belki şu kıpkaya adamını ayıplap onun nasihat kılıp onu anda işten tosaş arkalık bu işini hal kılışkı teriş lazım. Endi keldik ustaz ahirki kısımga. Yukarıda gap arasında deyilip öttü bununki bu kişilerin davalaşının hal çağrıları hakkında. Endi müşahede bir hulasa şekilde bir işkiye de mesela bu Sükançılıktan ibaret yaman keselini kandak kılıp davalaş mümkün. Yani nemelerini kılışımız gerek bu hakta biz Müslümanlar hususen Uygurlar yani bu şahtta bir bayan ösüden göz kararlaştırıyor. Endi bunun birincisi yukarıda diyen okşaş kıyametki boğan işencimizni güçlendiriş. Kıyamet günü bunun cezası pek ağır. Ben Sure Hümeza'nın ki tefsirini devam ettim hem de vakit az kaldı. Hulası değil.
Sure Humaza'da başında birinci ayetini okuduk. Veylul likulli humazatil lumaza. Hoş. Yani aşında kişilerin eyiplaydıgan, sukançılık kıldık Allah'a halakat olsun deyip Allah Teala onunla beddua kıldı. Hoş. Şimdi o ayetin ahırı Kella leyunbezenne fil hutama. Hoş. Bu sukançılık kılgan, bu gap toşugan, casusluk kılgan, kişilerini ayından eyiplıgan, kişilerin eybini aşkar kılganlar bu hutama degan do'zaxga kirdi deydi Allah Teala. Ve ma adrake mal hutama. Bu hutamaning nima ekanligini sen nereden bilsen deydi Resulullah. Kim bildi de? Yani demek bu bilemeysen. Onun qanchalik ig'ir jaza, qanchalik qattiq azap, qanday bo'lganligini tasavvur qilolmaysan. İnsan unchalik bo'lar deb tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada shunday ig'ir, shunday qattiq jazo bu hutama degan do'zaxniki. O hutamadagi ot narullahil muqada. Bu Allah Teala'nınki yandıgan, Allah Teala yakkan ot. Bu ot şu do'zaxga kirgan adamning shu yuragigacha chiqdi. Yuraklarını tatib ko'ydirdi. Oyatning oxirida deydi, shu hutama degan do'zaxning o'rtasida bir tugrik bo'ladi. Tömödün namdi. O tügrükke o adamla bağlanıdı. Tigidin ot kirab tuğan, o kaçıdığan, mıdırlaydıgan imkan yok aşı bağlılık halatta. Onun için Allah Teala aşı do'zaxninki darvozasini faqatli taqib etdi. Endi bunun o tefsirini okup kelsa insanın yüreki çıdımaydı. Şundak ig'ir jazo var qiyomat. Anda mushu jazolig'a, mushu azoblig'a, haqiqiy bo'ldiganligiga chin ishongan vaqtimizda mening oldimda mushundaq kunga qolish bor ekan degan iymonimiz chin bo'lsa, undan keyin bu rezillikdan qutula olamiz. Bunun qutulishning birinchi sababi shu. Yani qiyomat kunidagi azob uqubatning haqiqiy bo'lganligiga qat'iy shaklda ishonish va buningga o anda og'zini uchida ishonma deb qo'ymasdan shu qiladigan ish harakatlarini shuningga qarab qiluvchilik holatda ishonish lozim. İkincisi hem de kıpsagan bu günahımızga, bu sukançılık, casusluk, kişilerin sırrını baş kılış, ben okşaş, kişilerini çekiş yukarıga. Ben okşaş bu cinayetlerge tövbe kılış gerek. Allah Teala'ga kat'i tövbe kılıp, bunu kılganlıkı kat'i pişman kılıp, Allah Teala istiğfar edip Allah Teala'dan affı mağfiret tilash gerek. Bunu kılıp bu günahdan Allah Teala'ga sığınıp Allah Teala'dan kechirim so'ragan vaqtimizda yine bu tekrar bu günahını kılıştın belki de saklanışımızga sebep olur. Üçüncüsü bu sukançılık kılmaydiganligiga Allah Teala'ga va'da berish kerak. Yani ben mushu ishni hamda qilib saptiman. Tövbeninki ma'nosi shu hamdi. Bundan keyin ikkinchi bu sukançılık degan ishni qilmayman deb Allah Teala'ga qat'iy ahd berish lozim. Va bu ahdini pat yanılab turish lozim. Hoş. Dördüncüsü, aşındak gap to'shiydigan sukanchilar bilan o'tirib qolpash qilmaslik kerak. Anda odamlar bilan aralashmaslik lozim. Çünkü insan insonga qarab o'zgaradi.
bazı andaq kişilerin aqısqı kirib günah qilib soldigan ish bo'ladi. Shuna Qur'onda Alloh taolo Sura Van-Nasning oxirisida bu insonlarni azdurdiganlar minal jinnati van-nas. Yani jinlardan bo'lgan shaytonmi azdurdi, insonlardan bo'lgan shaytonmi azdurdi. Yani bu shu andaq suxanchilik qildigan, jasuslik qildigan, adam chaqirdigan bunday adamlar shu odamiy shaytonlardir. Xo'sh. Mundaq rezil adamlardan jiroq turish kerak. Beshinchisi bu suxanchilarga, yani o'zi qilmaganning sirtida shunday qilgan kishilarni ko'rsa, yuqorida degandek nasihat qilish lozim. Bunun yaman oqibatini, qiyomat kunidagi qattiq azobini eslatish orqali bundaq gunoh ishlardan darhol tavba qilib, yanmasa, tövbesiz o'lib ketib qolsa, bu oxiratda bu qattiq nimaga qiyin ahvolga tushib qoldiganligi, ig'ir jazoga qattiq azob uchraydiganligini eslatib nasihat qilish kerak. Oltinchisi, agar biri onunga başka birininki gepini qilib palani sildiga munda dedi, silni anda dedi, munda dedi deb kelsa, onunga u gepimni tartib qilibdi. Demakchi bo'lganim, endi birisi bizga bir dardini deb berdi. Mundaq palani bilan munda bir ish bo'libdi, ya bir aloqa bo'libdi, undaq qildi, mundaq qildi deb. Xo'sh. Shundaq bir gap dardini deb bersa, shu deb bergan kishiga chiroyli tasalli berib, onu işte xapamışlar, belki mundaq qilsizlar deb unaqa qilgan yo'lini ko'ksitib, ondan keyin bu gapni men anglamagan bo'lay. Sığını qilmagan bo'lsizlar, mishada qolsin. Bundan keyin bunday gapni qilmasizlar. Buni o'rniga yoki savr qilsizlar, yo bunda ish qilsizlar deb qildigan ishni deb berib, u gapni ashada unutib ketish kerak. Xo'sh. Bu mo'minlikning alomati endi. Xo'sh. Chunki hamma odamninki qo'sqida dardi va g'ami va ba'zi insonlarga kichkina dardini to'kidi. Mundaq ahvolda onun dardini qarshiga berib demasdan, shuning o'ziga chiroyli agar bir unga bir yo'l ko'rsatilsa, ama bu ishni mundaq shaklli hal qilsa deb savr qilsa, ya mundaq bo'lsin deyish lozim. Ondan keyin bu gap mishada qolsin deb ikkinchi uni nima qilmaslik kerak. Ondan keyin o kishimi boshqa odamlarga undaq gapni qilib yurmaydi. Bir yerde ikki adamni saqlab qoladi. Hem o'zini saqlaydi gunohdan, hem shundaq ham odamga dard to'kaydigan kishini saqlaydi. Yettinchisi hamda eng oxirgisi, endi bu tarbiya lazım. Bu tarbiya nereden başlaydı? Balalardan başlaydı. Balalarimizni shuningdan qattiq ogohlantirish kerak. Bu chaqinchilik balalarning orasida jiq bo'ladi. Gapda shosh, akam ani qildi, acham mani qildi deb dadasiga kelib deydigan bunday gaplar oila ichida jiq hamda. Kichik bola chunki birisi-birisini shunday nima qildi, bilmaydi. Bu bolaga yaxshi nasihat qilib, bunday demang, akangizni yoki hadingizni bunday qildi deb chaqmang. Ben onun qilvatqanini meni ko'rib turmaysiz demasingizmi deganga o'xshash gaplar bilan bolaga bu bak yomon ish, bu deb uning shu yomonligini tushuntirib, bizningki ota-onalarningki nati cho'ng xatoligimizdan biri kichik bola tushunmaydi deb uningga nasihat qilmayotganmiz. Aslida u bizda gap qilamagan bilan u hammani tushunadi o bolalar. Xo'sh. Ana kichik bolaga cho'ng odamga o'xshash nasihat qilsa, sariq gap qilsa, u bola batak ishonadi bizning gapimizga. Shunday qilmayotgan bo'lib, buni shu yiltizidan hal qilishning chorasi
Anda ballarımız anda birisi çıkıp gelgen vaxtıda birisi gepini qilib kelganda anda qilmanglar, bu yomon ish. Bunda ishni qilsa bo'lmaydi. Men hammalarning qilayotganini ko'rib bilmaman. Menga demasanglarmi men o'zim bilma deb ularga shunday qilib o'rgatish kerak. Shunday qilsak inshaalloh bu illatdan qutulib qolg'ili bo'ladi. Xo'sh, ustoz. Allah razı olsun. Vaqtma biraz uzak ketdi. Şunu talab qildi, vaqtni jo'q talab qildi. Endi xulosalasak, bu kasal asosan shu boshqalarninki gap tush orqali bo'ldi ekan. Bizningki haqiqiy do'stimiz bizni yo'q yerimizda mudofaa qiladi, bizning sharafimizni saqlaydi, obro'yimizga dod yetkazmaydi va g'ayratimizni qilmaydi. Shuning uchun agar endi qanday bir odam bizga boshqalarninki bizni so'kkanligini yetkazsa, u bizga haqorat qilgan bo'ladi. Shuning uchun biz davomli ko'ngil ko'kchimiz keng, kechirimchan va afuchan bo'lishimiz, boshqalarga qalbimizda adovat va hasadga hech qanday o'rin bermasligimiz lozim ekan. Endi shunday qilgan vaqtida bu suqanchilikninki oldini og'irib bo'ldi ekan deb buni men qildim. Hurmatli qarindoshlar, Alloh hammamizni bu suqanchilik, gap tushishdan iborat yomon kasaldan saqlasin. Programmamizni mushayrda oxirlashtiramiz. Hammalarni Janob Alloh taolaga topshirdik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.